bemorimiz kelibdi. Nima muammo bilan keldingiz? Oyog'im ko'tarilmaydi. Aha. Og'riq bor ko'tarilganda. Shunda to'liq harakatlanolmayapti. Cheklanish bor oyog'ida. Cheklanish bor. Hozir bu ikkinchi lechinangiz, ha? Ikkinchi lechinamiz 70% yaxshilikka o'tdi. Ha, yaxshi bo'ling doim shunday. 70%, 75% bo'ldi. Xudo xolasa ikkinchi lechinamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Yana bittami ikkita olsa, Shunday inshaalloh. inshaalloh bu darddan qutulamiz. Ha, nasib etsa mana bu yerga tuguncha foyda bo'lib qolgan, yuguraman deb u kishi Shunday. tomir tortib qolgan ekanlar. Mana tuguncha hozir bunday kelgan vaqtlar tuxumdan kattaroq edi. Ancha hozir yang'oqda bo'lib. Hozir yang'oqdan sal kichikroq shunday. Nasib